Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xutbani aytar ekan, so'zida davom etdi. Ey insonlar, albatta ayollaringizning sizlarning ustingizda haqlari bor. Albatta sizlarning ham ularning ustlarida haqlaringiz bor. Sizlar uchun ularning zimmasida siz yomon ko'rgan biron kishiga to'shaklaringizni bostirmaslik majburiyati bor. Fahsh qilmasliklari lozim. Agar ular sizlarga itoat qilmasalar, Alloh sizlarga ularga nasihat qilishga, ularni tark qilishingizga va achitmaydigan qilib urishingizga izn berdi. Mana ayol kishi agar eriga itoatsizlik qiladigan bo'lsa, nasihat qiladi. Agar nasihat kor qilmasa, joyini boshqa qiladi. Agar shunda ham bu itoatsizlikdan qaytmaydigan bo'lsa, ozor bermaydigan, achitmaydigan qilib uriladi. Ulamolar mana shu so'zni